Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga hamma kasalliklarni, aksar kasalliklarning sababchisi bo'ladigan tishning karies kasalligi haqida aytib beraman. Tishning kasalliklari karies va nokaries kasalliklariga bo'linadi. Nokaries kasalliklarni keyingi bosqichda tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda karies kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Karies bu tishning qattiq to'qimasini yemirilish, mo'rtlashish kasalligi hisoblanadi. Bu kasallikning kelib chiqish sabablari, ya'ni etiologiyasi aniq bo'lmagani uchun mutlaqo to'xtatishning iloji yo'q. Lekin qaysidir tish kariesga chalinib qolgan bo'lsa, bu tishni davolash imkoniyati bor. Kariesni keltirib chiqazadigan sabablar bir nechta. Bularni mana shu aynan shu sabab keltirib chiqazadi degan frazalar, ya'ni ilmiy tadqiqotlar bir nechta va bularni ma'lum birini men sizga aytib beraman. Eng avvalambor shakarli mahsulotlar yegandan keyin og'iz bo'shlig'ida shakarning qolib ketishligi, bu shakar bilan og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar oziqlanishi, bakteriyalar oziqlanishi natijasida chiqadigan ba'zi bir kislotalar tishning emalini yemirilishi va o'sha tish emaliga bakteriyalar kirib o'tirib o'sha joyda achak, ya'ni o'choq paydo qilib, ularning koloniya bo'lib ko'payishi natijasida kelib chiqadigan kasallik bu karies. Ana endi og'iz bo'shlig'imizning gigiyenasi yaxshi bo'lmasa, yeyilgan ovqat qoldiqlari qolib ketadigan bo'lsa, shirinliklar qoldig'i qolib ketadigan bo'lsa, juda ham ko'p gazli ichimliklar ichiladigan bo'lsa, bunday holatda og'iz bo'shlig'ida pH degan muhit bo'ladi. Mana shu muhit ishqoriydan sekin-astalik bilan kislotali muhitga siljiydi. Kislotalar tishlarni yemiradi va buni natijasida karies kasalligi kelib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, kariesni keltirib chiqaruvchi fraza, ya'ni tadqiqotlar shuni aytadiki, og'iz bo'shlig'ining gigiyenasi birinchi o'rinda, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi yomon bo'lsa, sekin-astalik bilan karies kasallanadi. Bundan tashqari yana inson organizmida moyillik degan narsa bor. Bu moyillik degan narsani sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Ya'ni er va xotin bular bir-birini yaxshi ko'radi va bir-biriga bo'lgan moyilligi borligi sababli oilasi mustahkam, yillar davomida oila shakllanib boradi. Ana endi kimnidir tishlari kariesga moyil bo'ladi. Ya'ni karies kasalligini keltirib chiqaruvchi sabablarni sevadi. Kimnidir og'iz bo'shlig'ida tishlari karies keltirib chiqaruvchi protseslarni yomon ko'radi va karies bilan deyarli og'rinmaydi. Ya'niki karies bo'lmaydi deyarli. Jamiyatimizda xuddi shunaqa baxtiyor odamlar ham bor. Ularning tishlari karies bilan og'rinmaydi. Endi karies kasalligi kelib chiqib, odamlarda qaysidir tishlari kariesga uchrab qoladigan bo'lsa, eng avvalambor bu karieslarni bosqichlari va darajalari bor. Sizga oddiy bo'lishligi uchun birinchi darajali karies, yuza karies deb ataymiz, ikkinchisini o'rta deymiz, uchinchisini chuqur deymiz. Mana bu 3 ta bosqichda davolashning etaplari har xil bo'ladi. Yuza kariesda boshqacharoq, o'rta kariesda boshqacharoq, chuqur kariesda boshqacharoq davo choralari qo'llaniladi. Birinchi karies boshlanishidan avvalgi holatda maxsus tishda yo'qotilgan elementlarni tiklatishga qaratilgan amaliyotlar bajariladi. O'rta kariesni davolash uchun albatta stomatolog maxsus apparatlar bilan tishlaringizni tozalaydi. Tozalangan kariesni yo'qotgandan keyin o'sha joyga maxsus tishi plombalardan qo'yib, tishingizni shaklini tiklab beradi. Chuqur kariesga o'tgan tishlar bo'ladigan bo'lsa, bular bir necha etapda davolanadi. Ya'niki tag qismiga boshqa plomba, ustiga yana boshqa, o'rta qavatga boshqa plombalar qo'yib, bir necha qavat plombalar qo'yib, tishingizni saqlab qolib beradi. Agar bu bosqichlardan o'tib ketadigan bo'lsa, ana endi tishi keyingi kasalligi pulpit, ya'ni nerv kasalligi boshlanadi. Bu kasallikni keyingi sonda biz sizlarga tushuntirib beramiz. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olish afzal. Shu sababdan kariesga tishlarim chalinmasin desangiz, og'iz bo'shliq gigiyenasini ideal tarzda doimo saqlashga harakat qilishingiz kerak. Bu birinchisi. Mabodo bunaqa bo'lmadi, qaysidir tishingiz karies bo'lib qoladigan bo'lsa, unda albatta stomatologga borib, o'sha kariesni keltirib chiqargan sabablarni bartaraf qilgandan keyin kariesni davolatish. Bu protsedura profilaktikadan biroz qiyinroq bo'ladi va ko'proq vaqtni oladigan protsedura hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak,
kariesni keltirib chiqaruvchi sabablar mutlaq to'liq 100% o'rganilmagan. Buni lekin davolash etaplari bizga ma'lum va biz buni davolab bera olamiz. Aytayotgan ma'lumotlarimiz sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, bu manfaatli videoni qolganlarga ham ulashib qo'ying. Agar sizda qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada yoki bizning sahifamizga yozib, bizga savol yo'llashingiz mumkin. Bu savollar, bu qo'llab-quvvatlashlar bizga motivatsiya beradi. Motivatsiya so'zi hozir urfda. Va biz yangi reelslar, yangi video kontentlar olishni boshlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.